Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Shinjon xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'g'ridan o'tildi. Qadrdon, bugun tushlik tomoqni yemay, mehribonni izlab, aholilar rayonining qing'ir qiyshiq ko'chalarida, vayrona uylardan aylana kechga yaqin yotqi qaytib keldi. O yerib holdan ketgan edi. Shundaqdimi, maktabga bormasi bo'lmaydi. Shunga o'qish materiallarini yanchiq unalg'usini so'mkasiga selib ko'chaga chiqdi. Qadrdon atrofdagi g'altaklarda setilayotgan non, kavob, yel yemishlarni ko'rgandala qo'rsiqining naqadar echib ketganligini his qildi. Chunki uning maydisi tortishib, ko'zlari pildirlab qolgan edi. Qadrdon yaqindan olgan qimmat baholiq soatiga qaradi. Dars boshlashga yana 40 minut bor edi. U O'snarxon jannat ne'matlari oshxonasiga kirishdi. Peshtaxta ichida o'tirgan O'snarxon o'rnidan turib egilib salom qildi. Biroq qo'rsiqi ichib ketgan Qadrdon ancha diqqat qilmayla tomoq shirasiga kelib o'tirdi. Angacha xos xonlardagi shiralarni tozalab yurgan Zul'oy yugurib chiqdi-da. Onasidanmi heyiqmay Qadrdonga bakmi qizg'in so'zlab ketdi. Qadrdon aka, siz kelmaganga bugun 6 kun bo'ldi-jimi? dedi qiz xo'shalligini bosamay. O'tgankidek go'shtdan qilib beraymi? Yo'q, darsga kechib qolma. Oshxonangizda nima tayyor bo'lsa, shuni akiling. Undaqda bir taqsi o'ylamini qilib beraymi? Ixtiyoringiz. Kazimka, qozonga xiymat tashlang. Zul'oy varqirg'ash oshxonaga kirib ketdi. Men qo'rimini bir qo'lda qo'rib beray. Qo'rsqi ichib, holi qolmagan Qadrdon oshxonaning tomoq sunish to'shkidan ko'z uzmay qarab, tomoqning chiqishini kutmoqda edi. Ammo u O'snarxonning xirqiroq ovozini anglab orqasiga qaradi. Oy Qadrdon bola, o'tganda sen melini pul qilib bergan go'miliqlar oshxonamizga tomoq yegili kiribdi-ku, dedi O'snarxon ko'p-ko'k chekib olgan qoshlarini likkida etib. O gadaylarchi, izig'i do'stmi mayli desa, 10 ming ko'y foydasiga setib beribsan, shundaqmi? Shundaq, meni yaxshigan emasmi? O'zingga qolganda ancha-muncha. Qiziq bola ekansan emasmi? O'snarxonning ko'zlari olaydi. So'di deganchi oyna. Jarastondagi palvonlarga o'xshaydi. Kim yampashqa olsa, o'laq turib otidiganga. Raqibing o'lamdi, tirilamdi, o'zining sho'ri. Nima qilasa, 13 ming ko'yni o'zing evanmay. Qadrdon dimiqini qoqdi. Shundaqmi? Men uni qilmayman. Heniqi gadoylarning gap qilishi qaraganda O'snarxon Qadrdonga qiziqib qolganda qiladi. Dahiyan, Qo'ng'irtosh, G'arbi diyor, musulmonlar shirkatlaridagi xo'jayinlar seni bola sayguyan desa, shalloqlari eqib ketdimish-ya? Qadrdon O'snarxonga oliyib qaradi-yu, lekin javob bermadi. U Zul'oy akalgan lag'manni oldiga tortib, shapur-shupur yigilib turdi. O'snarxon ichida o'qir xelili egiz haramni o'xshamanta deb o'ylab turishi. Oshxonaga o'g'li Asad Arva g'osirab kirib keldi. Apa, xo'sh xabar sana, dedi Asad Arva olqonlarini ishiqlab. G'ayratjonni soqchixondan tutib ketdi. Qadrdon bu xabardan dingmida cho'chib ketgan bo'lsa-mu, biroq orqasiga qaramay tamoqini yeyaverdi. Ammo uning quliqi ona bolaning parangi dedi. Qaysi soqchixonda? So'rdi O'snarxon Asaddan. Sen nereden aldın? Oydinsay soqchixonasidan. Hozir musofirlar mehmonxonasida sapli mushiga. O'tgankidek daltaklari pul to'lab chiqib olamiki? Endi mumkin emas.
dedi Asad Arva. Aysa Xananjar, abay gittarlar bejonga o'xshaydi. Zuhur Gasiya bo'lsa, xo'jayini Halavuddin Taygoni qo'g'dab, O'tir Osiyoga ketibdi. Shundaqmi? Zat bilan bo'pti. Hammadan yomoni Zuhur Gasiya. Uningdan saqchilarmi ehtiyot qiladi desa, qip-qizil qon bir nimada u. Qadrdon maktabga berishdanmi yoltaydi. O musofirlar mehmonxonasiga berib, Elimjonni yotoq, oshxonalardan topolmay, mehmonxona oldidagi Berliyatxondan topdi. Uni so'raydigan gap bor edi deb o'zining yotqiga elib kirdi. Qadrdonning g'ayratjonligi bilan ancha-muncha yaqinligi borligini uqqan Elimjon bilan Nurmat keyingi vaqtlarda Qadrdonga ancha voy demaydigan bo'lib qolgan edi. Bo'libmi, Qadrdon bir-ikki qatimliq molni hech kimga to'ydirmay o'zi bir taraf qilib o'tgandan keyin uni izlamaydigan bo'ldi. Bah. 35 ko'chalik yotoq qaltis bo'ldi-kan-a? Elimjonning ovoziga ta'ni aralashgandek qilibdi. Putqo'llarni yuydigan das, chelaklari, ussan chaydonlari, erib charchab kelganda vardoq chiqirdigan divanlar bor ekan emasmi? Elimjon aka, qani choy ichi? Qadrdon piyolni choy shirasiga qo'ydi. Seningdan g'ayratkom haqida ba'zi ahvollarni uqaydigan. Nima? G'ayratjonmi? Elimjon o'rnidan turib ketdi. Men uni to'limayman. Tutilib ketib, hop bo'pti. Undaqmi deb ketma. Qadrdon Elimjonning mo'risidan besib o'ltirg'izdi. To'g'ri, menimi uning bilan bir qozonda 10 yil qaynasa qenimiz qo'shilmaydi. Lekin hammamiz bir yurtdiq, bir mahallada cho'ng bo'lgan. Uning ustiga u siyosiy qonun komissiyasining shujisi Motulla Savutning bir talla o'g'li. Ancha-muncha ko'ngil bo'lib qo'ymasak bo'ladi. Yurtga qaysi yuzimizni ko'tarib boramiz? Elimjon sal o'ylanib qoldi. Bunday ishlar burunmi bo'lib o'tgan. Bir yurtliklari, "Hay, har qaysing bir erkning suyini ichib cho'ng bo'lishding. Birodarlaringning beshiga kun kelsa, qo'l qo'shtirib qarab turdingmi?" deb ayiblagan edi. Shunga u sal o'ng'aysizlanib, eg'ir tinib, jim o'ltirdi. "Ras", dedi Elimjon yer boqqanicha. "Vaqtida soqchixonaga pul to'lab, aytib olmasak, yo'qirga yo'l o'tdimi? Necha yillik kesilib ketdi." Zuhur Gasiya degan kim u? G'ayratning nemisi bo'ladi? G'ayratning hech nimasi emas. Boyvachcha Halavuddin Taygoning qo'g'dug'uchisi. Elimjon bilganlarini tushundirmoqda edi. Ammo o'g'irlar, qimorvozlar, xiro'nchilar hammasi bir yupqa bog'langan guruh. Kimning beshiga falokat yog'sa, qolganlari uning ko'ydi bo'lib, har xil amallarni qo'lini tutqizib oladi. Qut xazinasi. Uning bosh sarkardisi Zuhur Gasiya. Zuhur Gasiya rasululloh shunchalik yomonmi? Uni bir nima? U degan bir qaram qovon, dedi Elimjon choydan bir o'tlam qo'yib. Qo'rqmayli pichoq urdi. Bu chaqqicha natchiliga yerga pichoq yeb, jon sakratiga tushib qolganlar ko'raman. Ular arz qilmadimi? Arz qilish? Elimjon ochiqqina keldi. O'lim xetini yezib qo'yib arz qilsa, ta'am bilmadi. Bo'lmasa arz qildimi? Undaq odam uzun o'tmay kimlar tarafidandir bo'g'izlindi. Mashinaga so'qildi yoki bino ustidan yerga tashlandi. Poh. Qadrdonning og'zi ochiqlik qoldi. Ishkirlarda paydo bo'lgan Qoraqo'l partiyasiga o'xshash ekanda. Oldingi xetim tutilganda Zuhur Gasiya, Aysa Xananjar, abay gittarlar pul to'lab achib olgan edi. Bu qatam ular yo'q. Endi g'ayratning kuni tas. Uni nima isbot bilan tutibdi? Soqchixonadagi bolalarning deyishiga qaraganda g'ayratning yenidan 1 grammi oq chiqmabdi, dedi Elimjon. Faqat
ularning tutish nishoni bo'lgan Dilmurod Makashdan mol olmoqchi bo'lganda g'ayrat tutulib Dilmurod Makash qochib ketgan. Dilmurod Makash degan kim u? Beyjondagi heroin atkazchilarning odami. G'ayrat, men uning bilan burun og'in edim. Shunga oshxonaga mehmon qilib akirgan degan bir gapni chang turib olsa, qutulib ketishi mumkin. Lekin yuqorgi yo'li versa, ish chataq. Qadrdon shu kundan boshlab kashlik o'qishni qo'ldan bermagan asosda Oydin soy soqchixonasiga qatirdi. Soqchilar uningdan "Sen kim bo'lsan? G'ayrat bilan nima munosabating bor? Burun so'langanmi? Necha qatim?" degandek savollarni so'rab 5 kungacha yo'l mang'uzdi. 6-kuni 10 ming so'm topshirib chiqib ketdi ishdi. Qadrdon shu kunla 10 ming so'm topshirib G'ayratni elib chiqdi. Birodarlarining yanada bo'lmasligidan umidi uzilgan G'ayrat Qadrdonning bu turgunligidan to'liq rozi bo'ldi. "Janim uka, seni bundoq qiladi deb o'ylamabdikanman," dedi G'ayrat jonda ko'ziga yosh elib. "Xudo xolisa, bir kuni bo'lmasa bir kuni nazrimdan o'tkidek xizmatimni bo'laman." "Unoq dema G'ayratga, hammamiz bir yurt tursak, mening beshimga kun tushsa, sen qarab turamdan. Bu shundoqli ish." Bu vaqadan bir hafta o'tmay, Xotandan yana 20 mashina mal keldi. Bu oldingi qitimliq malning davomi edi. Qadrdon Londatoning isbot qog'ozini olib, atsi 20 mashina malni bir kun ichida Qo'ng'irtosh meva-chevish shirkatining omboriga o'tkazib bo'ldi. Ham 406 ming so'mlik chekni yanchiqqa soldi. Bu ikki qitimliq so'didan Qadrdonga 146.400 so'm qoldi. Agar u bilasan belgilab bergan 3 xil bahoning eng to'g'ri o'lchimini asos qilgan bo'lsa, Qadrdonga 188.400 so'm naqd foyda qiladi. Biroq yana u o'ttir baho o'lchim bilan u bilasanga manfaat yetkazdi. Cho'pirlar elib kelgan mol tizimligi bo'yicha 3 kun top setish bozorlarini aylanib 120 ming so'mlik mol oldi. Uni qoq elib kelgan 3 cho'pirning mashinasiga besib, Xotanga yo'lga silavatdi. Qadrdon mana bugunla deb dam elish fursatiga ega bo'ldi. U tunugun akirib qo'ygan go'shnon bilan noshta qilib olibla, karvetida o'ng'isiga yotqunicha qo'liqidagi ting'ishish orqali xanzo tilini hejilab o'rganmoqda edi. Bu yil qish kechikib kelganligi uchun bo'lsa kerak. Qarmo keyin yog'di. Otqushning zeydini qonqigan paxta to'zonlaridek larzon to'kilayotgan qor derizdan ko'rinib turardi. Qadrdonning ko'nglidan nemadir kechdi bo'g'ay, o'rindan dast turdi. Tamg'i chaplangan kalendardagi 10-oyning 29-kuni degan raqamlarning ostiga hejilab, "Tunji qor" deb yozib turishi ishik chekardi. Qadrdon beribli ishikni ochdi. Beshiga talpak, uchsiga ko'ni yoqilib, palshopka kiygan 50 yoshlar atrofidagi bo'yun, yuzlarini chor soqollar besib ketgan bir odam kirib keldi. U yotoqqa kiribla, "Pah-pah, parliq o'yla issiq bo'ldikina" deb qo'ydi. "Qani, divon keslar," dedi Qadrdon qo'liqidagi ting'ishg'ishni elib etib. "Meni bir ish bilan izlab kelganmidilar?" "Xo'sh, o'zlari bola sevgiyan bo'lamdi lekin." "Shundoq." Qadrdon choydondagi damlangan choydan piyolaga qo'yib qo'ydi. "Men Qashqar Marolbashi Seriqbo'yi yesidan keldim. Ismim Barat Pozak." Barat Pozak choyni po'ylab ichdi. "Bizning yezlik hukumat Savdo saroyining boshlig'i Said Ilyos o'zlariga bir parcha xat avatgan edi." Barat Pozak qo'yin yanchiqdan qatma-qat qog'ozlarga o'ralgan xatni chiqarib berdi. Qadrdon konvert o'rnini chaplangan qog'oz ustidagi "Bola sevgiyanga tegidi" degan xatni ichida o'qidi. Ondan konvertni yirtib xatni ochdi. Qisqa yozilgan xat mundoq sahifa bilan boshlangan edi. "Assalomu alaykum bola sevgiya. Ismlarni bilmagachga Xonsochi ata verdim. Ko'ngillarga olmasizlar. Biz sizlardan necha kunlik yiroqda tursaqmi, o'zlarining hurmat to'siplarini to'la anglab ketdik.
Hatta bazı dehqonlarimiz o'zlarini avliyodek bol ekan. Kimki yolg'on esa shu hamon bilib oldi ekan. Shunga rost gap qilgan mol egillari foyda topadi ekan. Qo'yliq shumliq qilganlari ziyon tortadi ekan degan gaplarni tarqaldi. Bola sevgiga. Men sizni ko'rib boqmagan bo'lsam-mu, o'zlariga 70 tonna gulqoq, 40 tonna munak, 12 tonna qora uyrik qiqavatdim. O'tgan oylarda Urumchiga yo'tkamoqchi edim. Biroq quruq yal yemishining ko'pligidan bozorni bahmi kasatchilik deb qurt xazinasi hamda yezi kanatlardan yig'ib olgan molning bahosini o'rtoqlashtirib yezib qo'ydim. Albatta, olgan qoqlarimizning sufti o'xshamag'ashqa, bahosim o'xshamaydi-da. Birinchi, gulqoq, bir ko'y 2 mo'cha. Ikkinchi, munak, bir ko'y 7 mo'cha. Uchinchi, qora uyrik qiqi, 2 ko'ychandan elendi. Biz musulmon odam, yolg'on aytsak Allohni rozi bo'lmaydi. Xayr xo'sh, tanlarning salomat, ko'ngillarining xotirjam bo'lishini talab, Kamina Said Elyasdan. Gulqoq, munak, qora uyriklarning yakibasi qirg'anda sufti yaxshi o'xshaydi. Sapli 2-chi darajaning 1-chi, 2-chilarning bahosiga. Marvoyitdak desizlar, dedi Barat Pozak. Endi qachonlardan vaqtlar yetaken. Maşallah, uyg'unlikka soat 5 da yukni tushirib yetadi. Amsa uyg'unlikka atiganda biror amalni qilib beray. Chunki men ati imtihon beraman. Voy xudoyim, sizmi o'qinglar? O'qimam teki, mushu unalg'i ichidagi ma'lum materiallardagi qadrdon karvot ustidagi narsalarni ko'rsatib qo'ydi. Chunlarda ko'p savollardan ati imtihon elib, meni anukum, monukum qilib o'tdi desizlar. İkisi tangli kulibdi. Malni nega apadinglar? So'radi qadrdon. Yoki mehmonxonaga tushdinglarmi? G'arbi diyor meva-cheva shirkatining to'p setish maydonida. Bo'ladi. Men o'g'illikka atganni berib melanlarni ko'raman. Agar shu chaqcha yaxshi xaridor chiqib qolsa, setaversanglar bo'ladi. Yo'qsa, sizning o'zga odamga berib, Said Ilyas Jo'rinning oldida tirnoq tatlab qolsak bo'lmaydi. Barat Pozak o'rnidan turishi. Yotoqning eshigi chekilib, yana 2 odam kirib keldi. Qadrdon Barat Pozakning koridorda uzitib qo'yib, yenib kirdi-da, 2 mehmonni divonga taklif qildi. Ularning har ikkilisi 40 dan oshgan odamlar bo'lib, yuzi qo'ymoqdek qo'rilib qolgan burutliq odamning beshida ko'ni quloqcha. Uchida qora paxtaliq chapon bor edi. Yengaqlari matangchining tagisidek uzun. Manglaylari oldiga o'sib chiqqan. So'z holrang chiroy. Bo'yinlari attikalishib ketgan egiz arakining beshidagi kapkisining chekiligi maynishib parqirab ketgan. Porang chiparqut chapinning ichiga qo'shlab po'paki kiyib olgan edi. Mening ismim Kari To'rg'ay. Bu inimizning ismi Musa Chalvash bo'ladi, dedi burutliq quloqchilik odam. Biz boydin kagili 37 kun bo'ldi. Yeni yuponi kaptikanmiz. Hozir qor yig'ib sovuq tushib ketdi. Akagan 130 tonna gulqa xaridor yo'q, qiz boladek o'ltirib qoldi. Xaridor chiqmadi emas, chiqdi. Sopli hayon keshlar. Ular izg'i so'rgan bo'lsa-mu berib o'tadi. Bizning sovuqdan julmarib qolishimizning ishi og'rig'illar, dedi Musa Chalvash. Bola saygiyani izlab beqinglar degashga o'zlarini panoh tortib keldik. Qadrdon Maralbeshi seriq bo'yliq Barat Pozakka o'g'illikka atigan deb va'da qilgan bo'lsa, buni boyliq To'rg'ay Chalvashlarga indillikqa men sizlarni izlayman deb o'zining imtihon beradiganligini ochiq aytdi. Lekin Kari To'rg'ay sal manga suyuqdek ezilib o'tiradi. Bola saygoyan, gaplarning urandan qarsam imtihonlari at o'xshaydi, dedi Kari To'rg'ay. Shunga o'g'illikka muborak tanlarni yeni qilib, Qo'ng'irtosh taraflarga o'talagan bo'lsinlar. Boya har qaysilari kirganda uzab chiqqan odam Maralbeshi seriq bo'liq bo'ldi. Qadrdonning sal ochiq kelgan edi. Men u odamga o'g'illikka deb va'da qildi. Endi har qaysilarini deb u odamni oldisam bo'ladimi?
xafa bo'lmaslar. Musa Çalvaç özleri sordu. Bu akimiz aşındaq öpküsü yok, aldıraqsan. Bizning atlarımız bir qadam keyinni qapti emasmi? Qadirdan Torg'ay va Çalvaçlarni uzitib etib, yotqi kiribla o'zini karvatiga tashlavatdi. Men qilaman 30, Xudoyim qila 9 degandek bir ish bo'ldi. Har bir minut, sekundlar o'tgan siri Qadirdanning jini sirqirab ketyapsa. Buni osmoqchilab kirib kelayotganlarning to'lliqini qara. Tunigun Nusrat muallim bu chaqqicha o'tgan darslardan eg'izcha ham yozmachi imtihon olaman deb uqtirgan edi. Shunga Qadirdan kechidan bir uxlagan bo'lsa kashki. İmtihon deganning suri yo'lbosning hayvisidanmi yomon bo'lsa kerak. Tig'i o'lmakning ustiga tepmak degandek bir chaqlarda muallim so'zlab bergan bir tamsil esiga kelish bilan Qadirdan atki imtihondan qechib ketgisi keldi. Biri Lenindan siz dunyoda nimadan qo'rqsiz deb so'ragan ekan. Lenin imtihondan deb javob berdi ekan. Mana mense necha kilo, necha 100 gram keldigan Lenin chig'ida imtihondan qo'rqib olsa, Qadirdan qo'rqmamdiki. Shunga u takror qilmasa, mashq qilib bormish bo'ladi. Ammo Tögünün mazar bilen işi yo'q deb, munu Pozak, Torg'ay, Çalvaçlarning azmisini ezib, shuncha vaqtni elib ketganini ko'rmandilar. Qadirdan tanishuvishni qo'liqqa selib, amdili bir necha jumla savol-javoblarni anglab turardi. Ishik takildab chekildi. Yanılı şu, bal sevgiyen özleriniki deb sazandek suzulup, aslandek miyanlap kirib keladigan qaqchilarmikin deb paras qilgan Qadirdan men yo'q deb vaqray deb turishiga ishik yana takildab chekilib, "Ay Qadidan, ochsong!" degan Xanzoning ovozini anglab, dingmida cho'chib ketdi. U, "Bu Yongminsan xo'jayin ku," dedi-de o'rnidan likkida turib ishni ochdi. "Ay Qadidan, sen şu kölenni şundaq jo'xoli qilamdi, ha? O Yang xo'jayin, siz kelganingizda men nereden bilay? Voy, kiram. Yongminsan kiribli o'zini divonga tashladi. Qadirdan palto bilan qamu quloqchini silib etayang deganida u zodil unmadi. Oldiga qo'ygan piyaldagi choyg'imi qaramay Qadirdanga vaqirdi. "Ay Qadidan, sen kimin keyson? Nega bormiz? Yaxshi oshxonang borsin." "Yang xo'jayin, men imtihonni tayyorlik qilsam bo'lmaydi." Qadirdanning Xanzochi so'zligidan Yang xo'jayinning ko'zlari chaqchiyib ketdi. "Ati imtihon." "Ay, ma'um bir nima bo'lib qoldi ekan, juma." Yongminsanmi Xanzochi so'zladi. "Qara, 3 oy bo'lmayla tillari yo'lishib ketibdi buni. Shunga buguncha men takror qilib olay. Hay, soatingga qara." Ular Xanzochi so'zlashmoqda edi. "Soatim Shinjon vaqti 11 dan 50 minut o'tibdi. O'vinishni, qo'rsaqni to'yg'izib qilasa, o'g'il shunda. Amsi menga sening qo'rsaqni to'yg'izib, ondan akilib qo'yman. Mashina qo'yildi qoldi." Ular ishni quluplab, koridor palampaylardan taraqlab tushib ketdi. Mashinaning ustini yerim g'erish qor besib olgan edi. Yongminsan to'g'u piyi surtkichni elib, mashina aynaklaridagi qorlarni surtib o'tgandan keyin mashinaga chiqishdi. Qor yana lapildab tushayotdi. Yo'llarda turmanlashib ketgan qorlar mashinaning tez menishiga qarshilik qiladi. Tez mangan taqdirdimi? Favqulodda turmush qilish to'g'ri kelsa, mashina perqirab o'zining kelgan yo'liga qarab qoladi. Shundaqdimi, ular yarim soat atrofida Shavshimindagi musulmonlar xazinasiga yetib keldi. Qadirdan har xil qo'rmalarni zakaz qildirmadi. Faqat bir qochdan go'sht bo'la bo'lsa bo'ldi deb turib oldi. Shundaqdimi, Yang xo'jayin 2 kilo to'nur kavobi, 10 zix kavobni o'shqilib buyurtib etdi. Yang xo'jayin bir tal tomoq tutashtirib chekib tugatguncha polo kavoblarni sharaga qo'nib bo'ldi.
Ular qiziq choy bilan avval poloni mazza qilib yeyishdi. Yan xo'jayin pat-patla hay deb qo'yardi. Chunki u pologa qavatli omroq edi. Bir qatim qadrdonni Doqiyandagi bir oshxonada mehmon qilganda yan xo'jayin nemiga mayling bor deganda qadrdon pologa dedi. Yan xo'jayin kulib ketib, "Mening xilimkansan-da" degan edi. Bir kuni qara, Longdato ikkimiz bir oshxonada tomoq yeb qoldik, dedi kayfi chog' Yang Mingsan. O go'sht qo'rum bilan pivini suda kichyotdi. Men bo'lsam, qiyniq damlangan choy bilan poloni mazza qilib yeyapman. Qo'rtosh shirkatidagi Long xo'jayinmi? Shu bo'lmay kim bo'ladi? O'cho qara. Pivini semirgan nima u? Yang Mingsan tonur ko'pidan bir qo'rig'ini yerib qadrdonga tutqizdi. Gapimga quloq sol. Longdato, hay, mushu pivini ijod qilgan odamni topsam, onam beqiyotgan 6 dona sortiq cho'shqini shuningga mukofot deb beradim dedi. Sizchi, siz nima dedingiz? So'rdi qadrdon qiziqib. Men dedimki, agar mushu poloni ijod qilgan Uyg'urni topsam, Jungoning yerimini beradim desam, pivi uning burniga ketib, bir azoq qiqilib ketdi. Sizmi poni zaysanma yetibsiz. Jungo sizning qo'royingiz bo'lmasa. Pologa bo'lgan amroqligimni ashu so'z bilan ifoda qildim-da. Bu xatoma? Ular go'sht bosgan polo bilan asosiy jihatini to'yib qolganligi uchun tonur ko'pi bilan zig' kavob xelili ko'p echib qoldi. Uni Yang xo'jayinning buyurtmasi bilan mulozim qiz so'lyol xoltiga qachlab berdi. Ular tamoq sindirish uchun birdan choy ichgach parang'i tushdi. Qisqasi, Yang xo'jayin qadrdonni nima uchun chaqirib kelganlik sababini aytdi. Hay, musho 15 kun ichida Longdatoga 480 tonna mal o'tkazibsan-ku. Siz nada o'qdingiz? O'zi maqtanib so'zlab berdi. Endi qarang, sizga tanlab berishga odam xijil bo'ldi-ku. Xijil bo'lganga men uni do'nko'rikda yeyib sotmasam. Ba'zida ishkirdan bir yo'lli bir necha xo'jayin kelib qolsa, mal yetishtirmay qo'limni kashkirak bo'lib ketaman. To'p setish bozorlarida besilib ketgan mallarni elib bersangiz bo'lmadi. Ay saram, shu mallarga ishonch qilib bo'lamda. Yang Mingsan shiraga paqiltib qo'ydi. Uning ko'plari besimdarlar besib olgan, sotanmay yoki setishga fursat bo'lmay yerlikning omborlarida necha yillab yetib ketgan mallar u. Hatto qip-qizil qurtlar tog'arning ustidan o'milab yurgan. Unchilik emasdi? Men necha qitim, necha yuz minglab to'lab, burnimga suv kirdi, uqdingmi? Yang Mingsan qizirib ketdi. Ba'zi kazzoblar birer tonni yangi qoqni ayrim qachilab barang ko'rsatdi. Qolg'ini necha yildan beri sotolmay bozilgan, qurib et to'kilgan, qurt yeb shakalga aylanib qolgan yoki ko'kirib sesib ketgan mallar. Ashlarni tog'arning ostiga qachilab, ustiga ozroqli yangi qoq elib o'tkazdi. Mushu birer oyning oldida Longdato ishkirdan kelgan bir xo'jayin bilan sotga tushib qoldi. Qadrdon Longdato bilan qattiq urushib, tillashib ketgan heliqi Xanzu xo'jayinni esga oldi. Shundaqla Yang xo'jayinning so'zlaridan bir haqiqatni tushunib oldi. Urumchida asosliq 4 o'rinda qiziydigan meva-cheva to'p setish bozorlari bor. Bu bozorlarga kiradigan malmi oz emas. Lekin bir qism besimdarlar ayonkashlar tog'or ustiga yangi mal qachilab, nurg'ulgan nachar mallarni ko'z bo'yab sotadi. Bu mallar ishkiri o'lkalarga yo'tkilib, rasmiy pishiqlab ishlash zavodlariga borganda tog'orlar birdilla bo'shab, shalaqlab mallarning quruq shakli qilib qiladi. Mana bu şirketler bilan zavod korxonalar o'tirsida dab etqisiz jadal majralarga sababchi bo'ladi. Sen o'ylab baq.
dedi Yang Mingsen sal pastga tushib. Necha 100 tonnalab malni bir taldan tekshirib chiqish mumkin emas-ku, shundaqmi? Buning uchun munosabat qilgan odam ishonchli bo'lish kerak. Sen degan o'z yurtliqlaring, o'z odamlaring ichida kimlar hiyliga, qul, kimlar samimiy, buni obdan bilsa. Bugun buni bu yerga oshu gaplarni degil akaldingizmi? Yo'q. Tehe gap tugimedi. Yangsen taqir beshini silab qo'ydi. Mening bir shambonliq birodarimga pokiz, sifatli qoq, monak, qor o'riq tepe, quruq uzun bo'lib 800 tonna lozim. Buni sen 2 oy ichida to'ldirib beralamsan. Qantirishib boqay. Sana davatqanim. Birinchi darajaning birinchi, ikkinchi, uchinchisiga tushadigan. Eng bo'lmasa, ikkinchi darajaning birinchi, ikkinchisiga tushadigan mol bo'lish kerak. Sizning baholashingizni o'zi hisob, dedi Qadirdan o'ziga ishongan holda. Men ishash bog'lay olgan yurtliqlarimning melini olaman. Sizning daraja baholashda e'tibor qilishingiz kerak. Chunki eng oz bo'lganda 10 odamning ichidan birini kim tanlayman. Süpte birodaringizga yarish kerak-da. Qadirdan sifatlik mol masalasida o'ziga ishonadi. Nachar mevani shatroq gulqoqla yangi qoq chiqqan mezgillarda setilib tugaydi. 10-oydan keyin bozorga borgan sari sifatlik mol kirishga boshlaydi. Mana bugunla yotoqqa izlab kelgan seriq bo'yliq Barat Pozak, boyliq Kari To'rg'ay, Musa Chalvashlarning mollari bularga isbot bo'lalaydi. Ya xo'jayin, siz bugun indindan ishxonangizda bo'la olasiz. Bo'laman, qandaq? Mening ati imtihonim bor. Voy, sen imtihon berib biror davlatga zo'ntuv bo'lmoqchimiding? Yangsen bo'yinlarini to'lg'aplab ketdi. Mana hozirmi bir obdan so'zlay oladigan bo'lsan-ku. O'rgansanli bo'lmadimi? Hay. Mush apandi xaqsa ba'zida chekini oshirib o'tadimi? Men o'g'in va indin mol opirman. Bir yerga chiqib ketmam-a? Yaxshi-ku. Yanglaban. Atiganning beri eshakning qulqiga sotacham budoq. Malni ko'rgandan keyin ko'zingiz qizirib, do'nko'rikda parcha satamsiz taxe. Hech kim degil bo'lmaydi. Yang inson qaqoqlab kulib ketdi. Ular o'rinlaridan turib, qalin kiyimlarini kiyib taloga chiqdi. Mashin to'xtish maydonidagi mashinlar xuddi oq-poqda yudib mangan qeri bo'voylarga o'xshab qolgan edi. Yang inson bilan Qadirdan mashinni ko'rib, yana kulib ketishdi. Yang xo'jayin yo'lda borgacha necha vaqtdan beri qo'rsqig'i pukib kelgan o'y xiyollarni muloyim, samimiy asosda deyishga boshladi. Hozir sen to'rt bozorda obdonlik ko'zga ko'rinib qolding. Bundan keyin ishkirdan kelgan katta qoq savdogarlari, konserva zavodlarining xo'jayinlari bilan munosabat qilishing, suhbatda bo'lishing, hatto to'xtam tuzishing mumkin. Shuning uchun kiyim-kechakka, yurish-turishga diqqat qil. Mushkimrim bo'lmabdimi? Qadirdan Mamuq Adidas chapiniga putidagi tantarbiya oyog'iga qarab qo'ydi. Mushlarmi xilli iskatliq-ku. Buni ma qish kirgandan beri kiydi. Bo'lmasa, yelali etizdan kelgan dehqondek odatki ko'ylak, ishton, putumda rezinka oyoq. Amsa mavi kiyimlarim bo'lib qolmoqda. Hey, bo'lmaydi. Savdo sohasida inovat topaman, yuz topaman degan odam puzur kiyinish kerak, puzur. Bo'lmasa, men sana 2 qur kiyinib beray. Voy, nima deydigansiz? O'zimni ola olayman? Agar bugun biror savdogar bilan to'xtam tuzmoqchi bo'lgan bo'lsang, u sening turqingga qarabla. Voy, bu bir aldamchimi nima deb yenib oladimi? Yoki har xil baholarni ko'rsatib ketib qoladi. Sen uchangda qimmat baholiq palto, beshingda qamu quloqcha, bo'yningda oliy sharpa,
qo'llaringda berniyat o'zik. Taqildab kirib kelsang, u darhol sening oldinga yugurib berib, qo'lini bir hazo silkib ko'rishib ketishi yoki isil tomoqlarni qo'shqo'llab tutishi muqarrar. O çağda to'xtamni ko'ngildi kerak bo'ladi. Men har qatim qishingizga borsam, onamdek nasihatingiz tugamaydi-ki, dedi Qadirdan. O'qimasang bo'lmaydi dedingiz, mana 3 oy o'qib bir qarorni tugatdim. Ziyon tatmagansa, ziyonga tatmadim, uning ustiga o'zingni o'quvchi bo'lsa, habballe yiroqni ko'zlagan odam til bilmasa bo'lmaydi juma. Yongminsan mashina derisidan qarab qo'ydi. Gap bilan yatqinligim kelib qopdiq. Amsiman o'g'illikka 122 tonna mal opirma. Qadirdan mashinadan tushdi. Bir yoq ketib qolmabsiz. Hey, to'xtag'ina. Yan xo'jayin mashinaning eshigini yo'g'on ochdi. Akelgan melonning ichida qor o'riqi bormi? 12 tonna bor. Bak yaxshi. Bundan keyin qor o'riqi qanchalik bo'lsa, shunchalik olaman. Pulni qanchalik desam shunchalik berasiz? Vay. Sening gireliqing. Yangi inson kulibdi. Hey, sana mashadiki yataq sağını bo'lmadi juma. Bu bir o'g'ri, qaroqchi, bangi qimorvozlarning makoniga. Qiziqkansiz jonloban. Hozir yetib o'tgan yataqimning 20 so'mni o'zim to'layman. Qolganini direktorimiz o'bilasan beradi. Nima deydigansa? Seningdek bir saygı yandan faxrlanib, oliy yataqlarda yetish sharoitini yaratib bermay. Ular 15 so'mlikdan to'g'ri yataqda yotsan deb belgilab bergan bo'lsa, bo'ldi. Qaldi gap keyingi qolsin. Yangi inson mashinasini aylantirib cho'ng yo'lga elib chiqdi-da, yurib ketdi. U ketib pichirladi. Uyg'ur islohotchilarining ro'noq topgan boylarning ko'pinchilari odam ishlatishni bilmaydi juma. Sarxonlarni tanlashga sal qaraydi. O'ninchi bu. Urumchining qora sovuqlari boshlandi. Pat-patla yer jahonni oq libosga purkab qor yog'atdi. Yamaliq teg'idan qiyposh urgan bo'ron qor to'zindalarini yuqori to'g'on uchirib, shevirgan avjiga ko'tariladi. Egiz bino ro'jahlardan, telegraf stolblardan, ko'chaning ikki tarafidagi qaqshal akasiyalardan vishildigan, vungildigan ochiq kuchdak ovozdek cherqirashlar anglanib turadi. Shundaqdimi, üstü başlarga oq libos otgan ko'cha avtobuslari, oppoq shapoq do'ppi kiygan toliblardek u yoqdan bu yoqqa chepishib yurgan taksilar, tirikchilik ximida nalargadir oldirayotgan yo'lovchilar kun lappida chiqqan hamon yana jallanib ketadi. Ikkinchi qaror o'qish tizimida o'qish pulini topshirib bo'lgan Qadirdan kunga kechda til o'rganishga berishdan sart har kuni navbat bilan 4 bozorni aylanadi. Meli yetib ketgan. Ayankesh besimdorlarning tahdid silishiga uchirgan qoqchilarning mollarini inchiklab tekshirdi. O'zi xohlagan tovarlardan avrish kelib ko'radi. Eng sifatlik yaxshilarini tanlab yangi insonga o'tkazadi. U baho qo'yishdimi xeyli keng qo'rsaqlik qilyotdi. Mana bir oy ichida uning sifatlik moldan 600 tonna o'tkazishdan sart G'arbi diyorning Diqmoq xo'jayini Jang Yongchin Qo'ng'irtoshning Gurgur bo'rini Longdatulag'ini ilgir keyin bo'lib 300 tonnadek mal yetkazib berdi. Daxiyanning gapdan taqir beshi Yang inson xo'shqida Qadirdonga Seyitning kulrang ko'rpa yoqiliq yung paltosining birini sovg'a qildi. U Qadirdonning do'risiga urib 600 tonna melondan birodarim dahshat xo'shal bo'lib ketib, men uchun rahmatini aytib qo'y deb mushu paltoni avatibdi. Endi qilib qolgan 200 tonna molni oldirmay ilib deb ketib qoldi. Yang xo'jayin ketib, shu kuni kech Nohilik Soda kooperativining Urumchi turishliq sayg'uyani Mahmud Qadirdonni izlab musofirlar mehmonxonasiga keldi.
O 2 yil ilgari Qadirdan olgan 100 dona yanchiq o'yin alg'usi bilan lenta yandurg'ishni Xotanga olg'ash ketgandan beri bu 3-chi qatimliq kelishi edi. O direktor Obul Hasanning mol elish haqidagi yozgan xatini topshirib berib ketib qoldi. Qadirdan bilan Yaqub hojim ikkisi 2-3 kun ichida top setish bozorlardan 145 ming so'mlik mol elib Xotanga yo'lga soldi. Hozir 4 bozor bo'yicha Balı Saygiyan degan nom sotarman, olarmanlarning eg'izidan eg'izga ko'chib, mol egilari uchun omad, besimdor hayonkashlar uchun bir tahdid bo'lib qolgan edi. Bo'libmi, mollar besilib, vaqtida pul qilinmay yoki yurtiga qaytolmay, o'z izig'ini sotolmay qolgan qoqchi bechoralarning oldiga 30-40 ming, kayniga 10-15 ming foydasiga mollarni bir taraf qilib bergandan keyin besimdor hayonkashlarning g'azabini qo'zg'ab qo'ydi. Chunki ular ko'z qirg'i olgan har qanday molni o'zaro maslahatlashib olib, bir bahodan yuqoriga o'rlamaydi. Vaqt o'tgan sari lampilik sayna o'rnining kunlik mol qo'yish haqqi, oshtamoq, yotoq chiqimlari u bechoralarning yelkisini besib, mollarni ko'z qiymagan holda ziyniga berib o'tadi. Hozir ularning hammasi xuddi gul shirnisi o'lashgan hasal harallardek Qadirdonning atrofiga to'planmoqda edi. Mana fevralmi chiqib ketish oldi turibdi. To'rt bozordan har kuni jon kallak, lo'ng yo'g'onbosh, yon taqirning omburga necha yuz tonlab kirayotgan mol Balı Saygiyanning iltifotidan bo'layotdi. Bu ahvol ayonkesh Matturg'un Shilim Muradul panoqlarning o'g'isini qaynatdi. Qadirdonni 4 bozordan qo'g'lab chiqarmoqchi. Chirig'i o'ri ko'ymaydiganligiga ko'zi yetgan Matturg'un Shilim ayonkashlarning o'g'illik chopirmanlari bilan maslahatlashib, Qadirdonning esidan chiqmog'idek adibini bermoqchi bo'lishdi. Havo ichilgan kunlarning biri. Qish quyoshi aynik partisdek yaltirab, oppoq qor ko'zlarni chaqnatib ochurmaydi. Qadirdon keriyelik qoqchilardan 2 odamning melini tekshirib ko'riyotdi. To'liqsizlar qo'llarda tasma balvoq, tayoq va uchi kallaklangan organ tutgan 6-7 lüşchak paydo bo'ldi. Ular chambar shaklida qo'rshab, haybat bilan qo'llarini kerib turadi. "Ey shu!" dedi Matturg'un Shilim qo'lni jo'nab. "Bu molni tunigin biz so'zlashib qo'ygan bo'lsak, endi sen chivindek choplashdingmi? Boshqalarning so'zini buzgan odamni qandoq jazolaydiganligimizni bilamsa?" 2 yil oldida Qadirdondan dashnam yegan Muradul panoq qo'ldagi kalta orqonni pirqiratqach oldiga bir qadam chiqdi. "Sizlarning so'zlashganinglarni bilmadim." Ularning alfozining buzuqligidan andikkan Qadirdon ilojiba o'zini tutib olgan edi. "Bu akalar o'zlari qishimga beribdi-ki, shunga ko'rib boqay deb keldim." To'liq xursandlik qilma. Vaqirdan Matturg'un Shilim. "Sening dardingda 4 bozordan non tep yigil bo'lmayotdi-ku." Qadirdon Matturg'un Shilimning so'zining oxirini anglamayla orqasidan beshiga tekkan bir narsaning zarbisidan oldiga dumni tushdi. Angacha yuz boshlarga beqin maydonlarga tushayotgan musht, tayoq, tasma balvoq, dumbi tepikning dastidan o'shidan ketdi. Elimi yaxshi, atrofidagi qoqchilar yupurilib kelib ularni to'smagan bo'lsa, ko'zi qonga to'lgan bu ablaqlar Qadirdonni urib o'ltirib qo'ygan bo'ladi. Kimlardir uni yo'lab ko'tirib deyishib mashinaga selishdi. Ham hayol o'tmay xalq doktorxonasining tez ko'rish bo'limi bolnisida yotqizdi. Qadirdonning yuz boshlari qip-qizil qon bilan bo'yilib ketgan. Biqin qo'rsaqlarda chini og'zidek ko'p-ko'p ishqlar bor edi. Qadirdon ertasi soat 10larda ko'zini ochib atrofga qaradi. Uning boshida Elimjon Avoq, Nurmat Pakar va bir qanchilgan qoqchi bolalar qarab turishadi. Ular o'shiga keldi, ko'zini ochdi deyishib gudonlashmoqda edi. Shu chog'da Qadirdon belikida osma o'kul borligini, bosh yuz,
qo'rsaqlarining tengilganligini bildi. Elimjon Nurmatni qoldirib, o'zi tomoq akilish uchun mengishi. Boshqa qoqchi bolalarni tomoqqa mengishdi. Yana 2 kecha o'tdi. Qadrdon yostiqni yo'lab qo'ysa o'ltira oladigan bo'ldi. Nurmat oshxonada atoytan attirib kelgan norin cho'pni qo'shiq bilan qadrdonga ichirib turishi. G'ayratjonda oldirab kirib kelganicha qadrdonga yonashdi. Men texi hozirla anladim. Turg'un shilim. Nurozil panasdan boshqalarni tuniy oldingmi? G'ayratning ochiqida chiroyi so'p-so'r bo'lib ketgan edi. Bo'pti. Men boshqalarni bozordagilardan surishtirib topa olayman. Nima qilmoqchisi? Qadrdon zaif emaradi. Yana ish terib yurma. Sen ularga tankilanmaysa, ular bir ko'pga. G'ayrat g'azab bilan dimiqini qoqdi. Sen texi mening g'ayrat ekanligimni bilasan. Boshqasi sana qarang'i. Qarab tur. Başı bo'ylab o'milab kelib, oldinda kechirim so'ramasa, G'ayratjon degan ismimni yo'tkaytma. G'ayrat qon qilgan to'pdak bolnisdan chiqib ketdi. Qadrdon uning azaldan po etishga amroq. Popang mijozini obdan bilgachkimi, ancha sinakab ketmadi. Ammo atisi kesh ko'z bog'lanmasdan tez ko'rish bo'limida upur-tupur bo'lishib, doktor sestralar besramjonlik ichida yugurishmoqda edi. Ular qandoqdir chaqliq tekshirish mashinalarini ittirishib, taqsilarda daka, qaycha, qisqo'sh degandek texnik materiallarni ko'tarishib, qayergadir oldirishyapti. U yerdagi andishlik ovozlar, kusurlashlar bolnis uyiga anglab turardi. Bundoq vahimlik shapila tong otquchi davomlashdi. Bilik shirkati ovozini inib, bilik to'g'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Shinjong xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Shinjongning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz.